O'zim logopediya defektologiya yo'nalishiga kirib kelishimning asosiy sababi bu ayollar bop ish bo'lganligi uchun va logopediya yo'nalishiga kirib kelganimda bilganmanki, bu juda ham og'riqli mavzu. Ko'p ota-onalarni muammosi. Ish faoliyatim birinchi maktabda bo'lgan, shu 9 yil oldin maktabda ishlaganman. Oddiy maktabda logoped bo'lib, so'nggisi o'zim alohida bitta xona olib, bolalarni qabul qilganman. Bir o'zim bo'lganman. Umumiy harakatida muammosi bo'lgan bolani albatta aqliy faoliyatida muammo bo'ladi, nutqiy faoliyatida muammo bo'ladi. DTSP bolalarimiz, ZPR bolalarimiz, autizm diagnozdagi bolalarimiz, sensomotor rivojlanishda kechikishli bo'lgan bolajonlarimizni biz bittalab xuddi quduqda nina bilan qazigandagi natijasi uchun kurashamiz, ta'lim beramiz, huquqini to'g'rilaymiz va bu yo'nalishga kirib kelgandan keyin naqadar savobli kasbligini tushunganman va yana bir marta amin bo'lganman. Bu sohani tanlab to'g'ri qilganman. Asta-sekin mana 8 yil davomida 700 dan oshiq shogird chiqardim va hozirgi kunda 5000 tadan oshiq bolalarni aqli, nutqi yetishi uchun, diagnozi yengillashishi uchun sababchi bo'lganmiz. Olmazor filialini o'zidan 3 ta joyimiz bor, talab ko'pligidan. Undan keyin mana Qirg'izistonda joy ochdik. Samarqandda eng katta logo sentrlardan biri bizda deb bemalol ayta olaman. Meni eng katta maqsadim hamma viloyatda logo bilim Sakina Zafarovnaning programmasi kirib kelishini. Chunki chekka shahardagi, viloyatdagi bolajonlar ham sog'lom bo'lishga haqli. Ularga ham aynan o'zimizning programmamiz kirib borsa, bu katta yutug'imiz. Hech ham esimdan chiqmaydi karantin vaqtlari. Xo'jayinim aytganlar, bo'ldi, karantin bo'ldi, ishga chiqmaysan, uyda o'tir, bola chaqani qara yoki ish yoki oila deganlarida shunaqa yig'laganman. Karantinga kirgandan keyin ota-onalar o'zi menga iltimos qilib chiqishgan. Nimadir qilib bo'lsa ham, 1 soat bo'lsa ham, 2 soat bo'lsa ham shug'ullaning deganda, qaynatamlar chaqiring mayli, shu ota-onalarga yordam beraylik deganlar. Ko'rib turishardi-da, skameykalarda poylab turishardi. Ertalab ota-onalar tashlab ketardi. 9 ta bolani uyga olardim. Ularni basseynlarda cho'miltirib, tovushlarini qo'yib, massajlar qilib, uyimdagilar sharoit qilib berishgan. O'shanda xo'jayinim ko'rganlarda, "Ha, sen bu kasbni ichiga kirib ketgan ekansan. Ustozlik kasbi sen uchun ekan" deb o'shanda ruxsat berganlar. Men juda ham faxrlanaman aynan shu davlatda yashayotganimdan, aynan bolalarga va onalarga e'tibor qaratilgan davlatni bemalol ayta olaman. Biz hech qachon chekkada qolmaganmiz ayollar va bolajonlar. Har doim birinchi o'rinda turganmiz prezidentimiz uchun, qo'ldan kelgancha davlatimiz uchun, shu bolajonlar uchun, shu ayollar uchun bilimlarimizni berishga, ustozlik qilishga men harakat qilaman.